Gavdangiz bo'rtib chiqishini xohlaysizmi? Uni faqat aniq takrorlar va qattiq nazorat bilan qo'lga kiriting. Ushbu mashq yuqori ko'krak mushaklarini zirh kabi qattiqlashtiradi va yelkalarga shakr berib futbolkani cho'zib yuboradi. Biz gantel ko'tarish bilan boshlaymiz. Yelkalarni orqaga qadalgan holda ko'krakni baland tuting, gantellarni yuqoriga itaring va bir-biriga mustahkamlang. Keyin gorizontal holda kabel tortish mashqi. Qamrov keng, tirsaklar joyida. Bu yerda qo'l emas, aynan ko'krak mushaklari ishlashi kerak. So'ngra bryuslarda dips mashqi. Oldinga egiling, ko'krakni baland tuting, pastga chuqur tushing va kuch bilan yuqoriga chiqing. Keyin mana bu mashq. Bu ko'krakni pastki chizig'ini shakllantirib, futbolka tanaga zirhdek yopishib turishiga yordam beradi. Katta cho'zilish, kuchli qisish. Shundan so'ng gantellarni yonga ko'tarish mashqi. Tirsak bilan yetaklab gantellar faqat yelkagacha ko'taring. Toza va aniq takrorlang. Keyin yelka mashina pressi. To'g'ri o'tirib, tanani tarang qiling. Tutqichni yuqoriga kuch bilan itaring va yuqorida qat'iy to'xtating. Oxirida bir qo'lli gantel ko'tarish mashqi. Har safar faqat bitta qo'l bilan tirsakni baland ko'taring, tekis torting. Bu yelka mushaklarini shakllantiradi. Bo'yin mushaklariga yuk bermaydi. Siz o'zingizni boshqacha his qilyapsizmi? Ushbu mashq dasturini saqlab qoling va bajaring.